Bismillahirrohmanirrohim. Bolalar, bugun uy vazifani tekshirishdan boshlaymiz. Are you ready, guys? Boshladik. Hozir 2024 yil. Agar Nodir 28 yoshda bo'lsa, u qachon tug'ilgan? Masalan, men hozir 24 yoshdaman. Men qachon tug'ilganman? Buni topish uchun hozirgi 2024 da 28 ayramizmi? Yilini topa olish uchun 2024dan ayiramiz 28ni. Ayirsak 1996 yilda nima qilgan ekan u? Tug'ilgan ekan. 1996 yilda tug'ilgan. 2. Do'konda konservalar 2019-yilda ishlab chiqarilgan. 2019-yilda konserva ishlab chiqarilgan. Ularning yaroqlilik muddati 2024-yilgacha. Bu konserva yaroqlilik muddati necha yilligini topish uchun 2024dan ayiramiz 2019ni. 24dan 19 ayirsak necha yil ekan? 5 yil. Yaroqlilik muddati 5 yil ekan. Keyingisi. Aziz hozir maktabning 7-B sinfida o'qiydi. Sarvar esa maktabni tamomlaganiga 2 yil bo'ldi. Aziz 7-sinf. Sarvar maktab tamomlagan 2 yil bo'libdi. Demak, o'zi agar maktab o'qishi 11 yildan iborat bo'lsa, Sarvar Azizdan necha yosh katta? Buni topish uchun Sarvarning yoshini topishimiz kerak. 11 yilmi maktab? 11dan ayiramiz 7ni. 11dan 7ni ayirsak necha yil? 4 yil. Maktab bitirishi 4 yil va yana 2 yil. 4 yil o'qigan, yana 2 yil. 4 ga 2 ni qo'shsak 6 yil. 6 yosh nima ekan? Katta ekan. Sarvar Azizdan necha yosh katta ekan? 6 yosh. Chunki yana 2 yil bo'ldi-da tugatganiga. Malika 2018-yilda 8 yoshda edi. 2018-yilda 8 yoshda bo'lsa, Malika qachon tug'ilgan? Malika qachon tug'ilganini topishimiz uchun 2018dan ayiramiz 8ni. U 2010-yilda tug'ilgan. 2010-yilda tug'ilgan. U 2025-yilda necha yosh bo'ladi? O'zi 2010-yilda tug'ilibdi. 2025da necha yosh bo'lishini topish uchun 2025dan ayiramiz 2010ni. 15 yosh bo'lar ekan. Malika 2025-yilda 15 yosh. Keyingisi 5. Nozim 2007-yilda 26 yoshda edi. 2007-yilda 26 yosh bo'lsa, u nechanchi yil tug'ilgan? Qachon tug'ilgan topa olamiz? Buning uchun 2007dan ayiramiz 26ni. 2007dan 26ni ayirsak 80. 1981mi? 1981-yil tug'ilgan. U nechanchi yilda 14 yosh bo'ladi? O'zi 1981 tug'ildi. 14 yosh bo'lish uchun 14 ni qo'shishimiz kerakmi? 1981ga qo'shamiz 14 ni. 1995-yilda 14 yosh bo'lgan. Keyingisi. Bahodir ukasi tug'ilganda 9 yosh edi. Bahodir, qarang. Bahodir bor, ukasi bor. Ukasi 0 yosh bo'lib tug'iladimi yo birdaniga bolalar tug'ilganda 1 yosh bo'lib tug'iladimi? 0 yosh. Bahodir 9 yosh bo'lgan, ukasi 0 yosh bo'lgan.
Hozir Bahodir 17 yosh. Hozir Bahodir necha yosh ekan? 17 yosh. Bo'lsa ukasi necha yoshda? 17 yosh bo'lishi uchun necha yil o'tgan? 17dan ayramiz 9ni, 8 yil o'tibdi. O'tibdi oradan. Demak, uka hozir necha yosh bo'ladi? 0 ga 8ni qo'shsak, 8 yosh bo'lar ekan. Ukamiz 8 yosh bo'ladi. Keyingisi. Laylo singlisi tug'ilganda 5 yoshda edi. Laylo singlisi. Laylo singlisi tug'ilganda 5 yosh, singlisi 0 yosh bo'ladimi? Hozir uning singlisi 25 yosh. Singlisi hozir 25 yosh ekan, 21 yosh ekan. Laylo necha yoshda bo'ladi? Layloni topishimiz uchun oradan o'zi 21 yil o'tdimi? 21ga qo'shamiz 5 ni. Laylo necha yosh ekan? 26 yosh ekan. Amira tushuntirib beraman, xo'p? Keyingisi. Behruz ukasidan 6 yosh katta. Behruz ukasi. Mana shunaqa misollarda, mana nechinchi misol? Men o'rgatgan usulda ishlashni o'rganinglar. 8-misol. Tenglama qilib ishlaymiz. Behruz bor, ukasi bor. Behruz ukasidan 6 yosh katta. 6 yosh katta deyaptimi? Kichigini x deb belgilaymiz. Kichik x ukami? Behruz 6 yosh katta bo'lyapti. X plus 6. 6 yosh katta. Ukasi 5 yil avval. 5 yil avval desa ayiramiz. Avval. 5 yil avval desa o'tgan yillar ayiramiz. O'zi x minus 5 bo'ladimi? 5 yil avval. 5 yil avval 12 yoshda edi ukasi. 5 yil avval 12 yosh ekan. 5 da ayirsak bu 12 ga teng bo'ladi. X ni topsak 17. Demak, hozir u 17 yoshda. Behruz esa 17 ga 6 ni qo'shsak 23 yoshda ekan. Behruz 23 yoshda. Hozir Behruz necha yoshda? 23 yoshda. Keyingisi. Sardor Hoshimdan 3 yosh katta. Mana shu buni ham xuddi shunaqa 9-misolda ishlayman. Sardor Hoshim. Sardor Hoshimdan 3 yosh katta desa, Hoshim kichkina ekan. 3 yosh katta bo'lsa 3 ni qo'shamiz. Mana. Sardor Hoshimdan 3 yosh katta bo'ldi. Hoshim 7 yildan keyin 15 yosh bo'ladi. 7 yildan keyin 7 yildan keyin desa qo'shamiz. 7 yildan keyin 15 yosh bo'lar ekan. Kam. Hoshim 7 yildan keyin x plus 7 teng necha yosh bo'lar ekan? 15 yosh bo'lar ekan. O'zi Hoshim necha yosh ekan? X topsak 15 dan 7 ni ayirsak 8 yosh ekan. Hoshim 8 yosh ekan. Akasi 8 ga 3 ni qo'shsak 11 yosh ekan. Sardor. Bizda nimani so'rayapti? Hozir Sardor necha yoshda? Hozir Sardor javob Sardor 11 yosh. Keyingisi 10-misol. Ona 47 yoshda, qizi esa 17 yoshda. Qizi 8 yosh bo'lganda ona necha yosh bo'lgan?
ona beryapti, qiz beryapti. Ona 47, qiz 17. Ona 47 yosh, qiz 17 yosh. Qiz 8 yosh bo'lganida ona necha yosh bo'ladi deyapti. 8 yosh bo'lish uchun necha yil orqaga qaytishimiz kerak? Necha yil orqaga qaytishimiz kerak? 17dan ayiramiz 8da. 8 yosh bo'lyapti-ku. 9 yil orqaga qaytar ekanmiz. 9 yil orqaga qaytsak, qizi 8 yosh bo'lar ekan. Hozir o'zi ona 47 yoshmidi? 9 yil orqaga qaytsak, 47dan 9 ayiramiz. Necha bo'ladi? 38 yosh. Voy. 47 ayrilgan 9 teng nimagadir silchib ketdimi yozuvlar? Mana shu silchib ketib qoldi. Hmm. Ona qiz. Ona 47, qiz 17. Necha yil oldin bo'lgancha 17dan ayiramiz 8da 9 yil oldin. 9 yil oldin qizi 8 yosh bo'lgan. Uni topish uchun 47dan 9 ayirsak, 38 yosh bo'libdi ona. 9 yil oldin onasi 38 yosh bo'lgan ekan. 11. Bobo 80 yoshda, nabirasi esa 18 yoshda. Bobo 75 yoshda bo'lganda nabira necha yoshda bo'ladi? 11. Bobo, nabira. Bobo necha yoshda edi? 11. Bobo 80 yosh, nabira 18 yosh. Bobo 70 yosh, 70 bobo 75 yosh bo'lganida deyapti. Bobo 75 yoshda bo'lganda nabira necha yoshda bo'ladi? 75 yoshda bo'lish uchun necha yil orqaga qaytishimiz kerak? 5 yilmi? Demak, 80 dan 75 da ayirsak 5, ya'ni 5 yil orqaga qaytamiz. Qaytamiz. 5 yil orqaga qaytsak, hozir nabira 18 yosh. 5 yil orqaga qaytsak 18 dan ayiramiz 5 mi? Demak, nabira necha yosh bo'lgan ekan? 13 yosh. Bizda so'rayapti, nabira necha yoshda bo'lgan? 13 yoshda. Keyingisi. Sitora Niginadan 4 yosh katta. Laziza esa Niginadan 8 yosh kichik. Mana shunaqa misollarda 12. Mingta yozay. Birinchi ismlarini yoza olinglar. Xo'p, ismlarni yoz olding, o'zi adashmaysan. Sitora, hech bo'lmasa bosh harfini. Nigina, Laziza. Birinchi berilgan yoshini yozamiz. Qaysidiriniki beradi? Agar Laziza 18 yoshda bo'lsa, mana Laziza berilibdi. Laziza 18 yosh ekan. Sitora necha yoshda? Endi bitta orqaga qaytamiz. Laziza esa Niginadan 8 yosh kichik. Laziza Niginadan 8 yosh kichik ekan. Demak, Nigina katta. Qara, Laziza Niginadan 8 yosh kichik. 18 qo'shilgan 8. Demak, Nigina necha yosh ekan? 26 yosh ekan. Chapti qo'yib. Endi
Sitora Niginadan 4 yosh katta. Nigina 26 yosh. Sitora Niginadan 4 yosh katta bo'lyapti. 26 ga 4 qo'shsak 30. Haqiqatan Sitora Niginadan 4 yosh kattami? Laziza Niginadan 8 yosh kichik bo'lyaptimi? Bizdan nimani so'rayapti? Sitora necha yoshda? Sitora 30 yoshda ekan. 30. 13. Nodir Muhammaddan 5 yosh katta. Nodir Muhammad Islom. Islom esa Muhammad 3 yoshga. Agar Nodir 18 ko'rdilaring, qayerdadir bittasini yoshini beradi. Nodir 18 yosh ekan. Endi Nodir bilan bog'lig'ini ko'ramiz. Mana, birinchisida Nodir Muhammaddan 5 yosh katta. Nodir Muhammaddan 5 yosh katta bo'lsa, Muhammad topish uchun 5 ni ayiramiz. 13 yosh. Haqiqatan ham Nodir Muhammaddan 5 yosh katta bo'ldimi? Endi aytayapti. Islom esa Muhammaddan 3 yosh kichik. Islom Muhammaddan 3 yosh kichik ekan. O'zi Muhammad 13. Islom 3 yosh kichik bo'lsa, 3 ta ayiramiz. Demak, Islom 10 yosh ekan. Islom necha yoshda? Javob 10 yosh menga. 10 yoshda ekan. 13-imiz. Nasıl? To'rt. 4 yil oldin ota necha yoshda bo'lgan bo'lsa, diqqat bilan qaranglar. 4 yil oldin ota necha yoshda bo'lgan bo'lsa, 5 yildan keyin ona shuncha yoshda bo'ladi. Agar 6 yildan keyin mana shunaqa masalalar shunday bo'lamiz. 14. Ota, ona. Mana shunaqa bo'la olasizlar. Ota, ona. Yillarimiz 3 ga bo'linadi, qaranglar. Oldin bor, o'tgan. Oldin, hozir, keyin degan yillarga bo'linadi. To'g'rimi? Yilimiz. Misol, oldin nechidir yosh bo'lganmiz, nechidir yil. Hozir masalan men 24 yoshman. Keyindir nechidir yosh bo'laman. Mana shunday. Agar hozir ota 42 yoshga kirsa, 6 yildan keyin otani x qilib olamiz. 6 yildan keyin ota 42 yosh bo'lar ekan. 6 yildan keyin bo'lsa, x ga 42 ni 6 yil qo'shilyaptimi? X qo'shilgan 6 teng 42. Keyin 42 yosh bo'ladi. X ni topsak 38. 38, 36. Demak, ota hozir necha yosh ekan otamiz? 36 yosh ekan. 4 yil oldin ota necha yosh bo'lgan bo'lsa, hozir ota 36 yosh. Mana. Hozir ota 36 yoshmi? 4 yil oldin otamiz necha yosh bo'lgan? 36 ayirgan 4. 32 yosh bo'lganmi 4 yil oldin? 4 yil oldin ota necha yosh bo'lgan bo'lsa, 5 yildan keyin ona shuncha yoshda bo'ladi. 4 yil oldin ota 32 yosh edimi? 5 yildan keyin ona 32 ga to'lar ekan. Qara. 5 yildan keyin ona 32 ga to'lsa, ona necha yosh? Onani topish uchun 32 dan ayiramiz 5 ni. 32 dan 5 ni ayirsak, bolalar 20, 12, 12 dan 5 ni ayirsak 7. 27 yosh bo'lgan ekan. Tushundilaring? Onamiz 5 yildan keyin ona shuncha yosh bo'ladi. Mana, hozir ona 27 yosh. Haqiqatan ham 5 yildan keyin 5 yildan keyin 32 yosh bo'lyaptimi, ona? Ota hozir 36 yosh. 4 yil oldin 32 yosh bo'lganmi?
Hamma shart qanoatlantirdimi? Hozir ona necha yoshda? Hozir onasi 32 yoshda. Ayni vaqtda ona hozir 5 yilini so'ramayapti bizda. Demak, 27 yoshda ekan. 27 yoshda. Keyingisi 15. To'qqiz yil oldin ota necha yoshda bo'lgan bo'lsa, xuddi mana shunaqa misol. 2 yildan keyin biza bunisi kerakmi? Ona 7 yildan keyin beryapti. Hmm. Qayerda ishlasam bo'lar ekan? Mash 13, 15, 15. Ota, ona. Bizga endi onani ma'lum qilyapti. Oldin, hozir, keyin. O'tmishlarimiz 3 ga bo'linadi. Hozir qara, onamiz X. Nima uchun onani X qildingiz, ustoz? Otani emas. Chunki bizga ona 7 yildan keyin 35 ga kirishi ma'lum. 7 yildan keyin ona 35 ga kirsa, hozir ona X mi? 7 yildan keyin bo'lsa, 7 ni qo'shamizmi? X plus 7 teng 35. X ona hozir necha yosh ekan? 35 dan 7 ni ayirsak 28 yosh. Demak, ona hozir 28 yoshda ekan. Miyamizga qo'ya oldik, ona 28 yosh. Endi 2 yil oldin ona shuncha yoshda bo'lgan. 2 yil oldin ona necha yosh edi? 2 yil oldin. 2 yil oldin ona. Hozir 28 yosh. 2 yil oldin bo'lsa 26 yosh bo'ladimi? 2 yil oldin ona endi qaranglar. 9 yil oldin ota necha yoshda bo'lgan bo'lsa, 9 yil oldin otamiz necha yoshda bo'lgan bo'lsa, 2 yil oldin ona shuncha yoshda bo'ladi. 9 yil oldin ota 26 yosh bo'lgan. Masalan, otang Y qilib tursa, Y'dan 9 yilni ayirsak, ota 26 yosh kelib chiqyapti. Ota hozir necha yosh? 26 ga 9 ni qo'shamiz. Y teng 35 yosh. Demak, otamiz necha yosh ekan hozir? 35 yosh. Haqiqatdan hamma. Qaranglar, 9 yil oldin ota necha yosh bo'ladi? Oddiy masalan, 9 yil oldin 26 yoshmi? 9 yil oldin minus 9 yil oldin. Bu 2 yil oldin 26. Aytyapti-ku, 2 yil oldin ona shuncha yoshda bo'lgan bo'lsa, 9 yil oldin ota shuncha yoshda ekan. O'zi er-xotin bir-biridan ko'ra 7 yosh farq qilar ekanda. Keyingisi. Mana ota 35 yosh, ona 28 yosh. Xo'p, Anvarxonova, keyingisi. Ota 40 yoshda. O'g'il esa 17 yoshda. Necha yildan keyin o'g'ilning yoshi otaning yoshidan 2 marta bo'ladi. Mana shunaqa misol aniq ditimiga tushadi. Imtihonga kirayotganlaringda bolalar. Mana buni qanday ishlaysizlar? 17-misol. Ota, o'g'il. Ota 40 yoshda, o'g'il 17 yoshda. Necha yildan keyin ota o'g'lidan 2 marta katta bo'ladi? O'g'ilning yoshi otaning yoshidan 2 marta kichik bo'ladi. Ya'ni
O'g'ilning yoshini ikkiga ko'paytirsak, otaning mana 1 yil, hozir ota 40mi, o'g'il 17mi? 1 yildan keyin otamiz 41ga kiradi. O'g'il 18ga kiradi. Yana 1 yildan 42 bo'ladi bu. Bu 19 bo'ladi. Shunda ikkalasiga ham bir xil yil qo'shiladimi? Shuni x deb qo'shasan. Bunisini ham x deb qo'shasizlar. Endi 17 bola, o'g'il bola 2 marta kichik bo'lsa, o'g'ilni 2ga ko'paytirsak otaga tenglashadi. 17 qo'shilgan x da 2ga ko'paytirsak 40 qo'shilgan x otaning yiliga tenglashadi. Buni ham o'rgatib ketaman, qaranglar. Miyalarimizni ancha chuqurlashtiryapmiz-da. 2 oldin 17 bilan ko'rishadi. 2 keyin x bilan ko'rishadi. 2 17 bilan ko'rishguncha ular ko'payadi. 2 ni 17 ga ko'paytirsak 34 qo'shilgan 2x teng 40 qo'shilgan x. 2x ayrilgan x teng 40 ayrilgan 34 ga. 2x dan x ayirsak x teng 6. Demak, necha yildan keyin ekan? 6 yildan keyin. 6 yildan keyin ota 46 ga kiradimi? 6 yildan keyin o'g'il nechiga kiradi? 23 ga. Haqiqatan ham 2 marta kichik bo'ldimi? Keyingisi 6 yil. Nima uchun bunchani ustoz tenglama qilib yechyapsiz desa, shunday bitta man 41, 42, 43, 44 deb yechsak bo'lmaydimi desak, keyinchalik yili ko'p bo'lib ketishi mumkin. Masalan, 50 yil raznica qilsa bittalab qo'shib o'tirmaymiz-ku. Tenglama usulda oson, sodda chiqadi. 17. Ona 35 yoshda. Qizi 14 yoshda. Necha yildan keyin? Xuddi mana. Ona, qiz. Ona 35, qiz 14. Necha yildan keyin desa, ikkalasi ham bir xil yil qo'shamiz. Masalan, ona x yil o'tsa, qizi ham x yilga o'tadimi? X yil qo'shiladimi? Yilimiz x. Necha yildan keyin qizining yoshi onasining yoshidan 2 marta kichik bo'ladi. 2 marta kichik bo'ladi desa, demak, qizini 2 ga ko'paytirsak, onasiga tenglashadimi? Ya'ni 2 ko'paygan qizi 14 qo'shilgan x teng 35 qo'shilgan x ga. Bu ham ko'rishadi. 2 birinchi 14 bilan, 2 keyin x bilan. 2 14 ga qo'shsak 28 qo'shilgan 2x teng 35 qo'shilgan x ga. 2x ayrilgan x teng 35 ayrilgan 28 ga. 2x dan x ayirsak x, 35 dan 28 ayirsak 7. Necha yil ekan? 7 yildan keyin. 7 yildan keyin. Hozir ona 35 yosh edi. 7 yildan keyin. 7 yildan keyin necha yosh bo'ladi? 42 mi? Qizi 7 yildan keyin 21 yosh bo'ladi. Haqiqatdan ham ikkita bo'lyaptimi? 2 marta kichik bo'lyaptimi? Keyingisi. Mhm. Ota 45 yoshda, qizi esa 25 yoshda. Necha yil oldin? Yilni oldin desa ayiramiz. Oldin deyapti. Nechidir yil oldin. Ota 45, qizi 25. Nechinchi masala? 18. Ota 45, qiz 18. Qiz 25.
Necha yil oldin otasining yoshi qizining yoshidan 2 marta katta bo'lgan. Otaniki qizinikidan 2 marta katta bo'lgan. Ya'ni necha yil oldin desa x ayiramiz. Ikkalasi ham masalan 44 bo'lsa 24 masalan nechidir yil oldin. Masalan ota 45 ham hozir. Qizi 20, ota 45, qizi 25. Bir yil oldin ota 44, qizi 24 bo'lgan. Bu 43 bo'lgan, bu 23 bo'lgan. Endi buni topish uchun 2 ko'paygan qizini 2 ga ko'paytirsak otaning yoshiga tenglashadi. 2 ni 25 ga ko'paytirsak 50 ayrilgan. 2 ni x ga ko'paytirsak 2x teng 45 ayrilgan x ga. Buning uchun 50 mana bu qo'shuv 45 bu tarafga ayrı bo'lib ketadi. Ayrilgan 45. Mana bu ayrı x tenglikdan o'ng tarafiga o'tguncha qo'shib o'tadi. 2x ayrilgan x ga. 5 teng x ga. Demak, necha yil avval ekan? 5 yil avval. 5 yil avval. 5 yil avval x o'rniga 5 qo'ysak, ota 40 yosh bo'lgan. Qizi 20 yosh bo'lgan. Haqiqatan ham 2 marta katta bo'lyaptimi? Ota qizidan 19. Opa va singil yoshlarning yig'indisi 18 ga teng. 6 yildan keyin bu yig'indi nechaga teng bo'ladi? 19. Opa, qaranglar, bizlar bilmaymiz. Opasi necha yosh, singlisi necha yoshligini bilmaymizmi? Opa x yosh, singlisi y yosh. Belgilab olamiz. Ularni hozirgi yoshlar yig'indisi x qo'shilgan y'imiz 18 yosh ekan. Shuni masalamiz 19. Ha, 19, 18. 6 yildan keyin qaranglar. Hozir plus 6 yildan so'ng. Hozir opa x mi? X qo'shilgan 6 bo'ladimi? 6 yildan so'ng. Singlisiga qarab turaman. 6 yil. Hozir singlisi masalan 10 yosh bo'lsa, 6 yildan keyin singlisi kutib o'tirmaydi-ku. Singlisiga ham 6 qo'shiladimi? Y qo'shilgan 6 bo'ladi. Endi hozir ikkalasining yoshi farqini so'rayapti. X qo'shilgan 6 qo'shilgan y qo'shilgan 6. X qo'shilgan y qo'shilgan 12 bo'lyaptimi? X bilan y o'rniga necha qo'yamiz? 18 qo'shilgan 12. 30 yosh ekan. Hozir ularning yoshlari yig'indisi necha yosh ekan? 30 yosh ekan. 30 yosh ekan. Keyingisi. Salima onaning 4 nafar farzandi bor. Salima ona farzandlarining yoshlarini qo'shganida 35 ga teng bo'ldi, qarang. Tak 20. Hmm. 4 nafar farzandi bor. Shuni biz A qo'shilgan B qo'shilgan C qo'shilgan deb olaman. 4 ta farzandini bilmayman ismlari, narsalarini, yoshini ham. Shuncha A, B, C deb belgilash kiritib oldim. 4 nafar Salima onaning farzandlar yoshlarini qo'shganda 35 ga teng bo'ldi. 35 ga teng bo'lyapti. Mana shu 4 talasi 35 ga teng bo'lyapti. Endi 3 yil oldin bu natijalar nechaga teng bo'lgan? 3 yil oldin. 3 yil oldin bu A minus 3 mi? Keyingisi B minus 3 bo'lganmi? C minus 3 bo'lganmi? D minus 3 bo'lganmi? 3 yildan necha yil orqaga qaytyapti? Har biri 3 yil, 3 yil orqaga qaytsa necha yil? 12 yil ketyaptimi? 3 ni 4 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 12. Hozir 35 yosh ularning yig'indisi 35.
3 yil oldin necha yil orqaga qaytargan? 12. 35dan 12ni ayirsak 23 yosh bo'lgan ekan ularning bolalarining yig'indisi. 23 yosh. Endi 21. Saodatning bir nechta do'stlari bor. Ular yoshlarining yig'indisi 37ga teng. Agar 5 yildan keyin yig'indi 62ga teng bo'lsa, qaranglar. Manaqa do'st. Bir nechta do'stlar bor. Bizlar buni do'stlari nechtaligini bilmaymiz mana. Do'stlarni x ta deb olsak bo'ladimi? X ta do'sti. X ta do'sti bor. Mana shu X ta do'stining yoshlar yig'indisi hozir 37ga teng ekan. Hozir mana shu do'stlarning yig'indisi 37ga teng. Endi 5 yildan keyin 5 yildan keyin nima bo'ladi? Plus nechta do'sti bo'lsa har biriga 5 qo'shiladimi? 5x. Ularning yig'indisi 62 yosh bo'lar ekan. Shu yerdan x ni topamiz, bolalar. X ni topsak, mana har biriga masalan 5 yil bo'lsa bittasi bu 5 qo'shilib turadimi? Plus 5. Masalan 10 yosh bo'lsa 15, bu ham 13 bo'lsa 18 qo'shiladimi? Biz nechta do'sti borligini bilmaymiz-ki, x ga ko'paytirib yubordim. 5x teng 62 ayrilgan 37 ga. 5x teng 62 dan 37 ayirsak necha bo'ladi, bolalar? 12, 5. 5 dan 3 ayirsak 25. X teng 5. Nechta do'sti bor ekan? Demak, 5 ta do'sti bor. 5 ta do'sti bor ekan. Keyingisi 21. Tashlab oldik. 22. Ota 41 yoshda. Katta o'g'il 18, qizi 14 yoshda, kenja o'g'il 3 yosh. Necha yildan keyin? 22. Ota, o'g'il, qiz, yana kichik o'g'il. Ularning yoshini beryapti. Ota 41 yoshda dedi. Ota 41 yosh. O'g'il 18 yosh. Qizi 14 yosh va kenja o'g'il 3 yosh. Necha yildan keyin otaning necha yildan keyin otaning yoshi barcha bolalar yoshlari yig'indisiga teng bo'ladi. Necha yildan keyin deyaptimi? Keyinni top hammasiga x qo'shiladimi yo kutib o'tiradimi? Masalan, ota 45 ga kirsa 4 yildan keyin u 18 katta o'g'il kutib o'tirmaydi-ku. Bularga ham x yil qo'shiladi. Teng bo'ladi deyapti. Demak, hozir otamiz 41 qo'shilgan x teng uchala farzandli yoshlarning yig'indisini qo'shamiz. 18 qo'shilgan x plus 14 qo'shilgan x plus 3 qo'shilgan x. 41 qo'shilgan x teng 18, 14, 3 qo'shsak necha bo'ladi? 35 qo'shilgan bitta x ga ham bitta qo'shsak 2 x, 2x ga x qo'shsak 3x mi? Buni topishimiz uchun 41 ayirgan mana bu plus 35 bu tarafga ayirib o'tadi. Uyda egasi 3x, ma'lumlar bir taraf, noma'lumlar bir taraf bo'ladi. Qo'shuv x bu tarafga ayirib x bo'lib o'tadi. Endi qaranglar. 41 dan 35 ta ayirsak 6 teng 2x ga. X ni topsak 6 ni bo'lamiz 2 ga. X teng 3. Necha yildan keyin ekan?
Uch yildan keyinmi? 3 yildan keyin ota nechiga kiradi 3 yildan keyin? Ota 44 ga kiradi. Bu o'g'il 21 ga kiradi. Bunisi 17, bunisi 6 ga kiradi. Haqiqatan qo'shsak nechi? 21 ga 17, 38, 38 ga 6, 44. Haqiqatan otani yoshi uchta bolani yoshiga teng bo'ldimi? Javob 3 yildan so'ng. 22 ni ishlab bo'ldik. 22 unga 23. Ketdik. 42 yoshdagi otaning yoshi 4ta bolalar yoshlari yig'indisidan 2 marta ortiq ekan. Demak, 4ta bolaning yoshini yig'ib, qo'shib 2 ga ko'paytirsak, otaning yoshiga tenglashadi. Necha yildan keyin otaning yoshi barcha bolalar yoshlari yig'indisiga teng bo'ladi? Birinchisi 23. 4ta bolaning yoshi deyapti. Ya'ni nima dedi? 4ta bolaning yoshi yig'indisidan 2 marta. 42 yoshdagi otaning yoshi 4ta bolasining yoshlari yig'indisidan 2 marta ortiq. 2 marta ortiq ekan. Demak, A qo'shilgan B qo'shilgan C qo'shilgan D 4ta bolani 2 ga ko'paytirsak, otaning yoshi bilan teng ekan. Otaning yoshiga teng bo'l. Bizlar 4ta bolani yoshlari yig'indisini topa olamizmi mana shu yerdan? Mana bu ko'paytirib tenglikni o'ng tarafiga o'tguncha bo'lib bo'ladi. 42 ni 2 ga bo'lamiz. A qo'shilgan B qo'shilgan C qo'shilgan D'miz 21 yosh ekan. Demak, hozir 4ta bolasining yig'indisi, yoshlar yig'indisi 21 yosh. 4talasini qo'shsak, endi aytyapti. Necha yildan keyin? Keyin bo'lsa yilni qo'shamiz. Otaning yoshi barcha bolalar yoshlari yig'indisiga teng bo'ladi. Necha yildan keyin? Hammasiga x qo'shamizmi? Mana. Otaning yoshi x qo'shilgan x, 42 qo'shilgan x nechadir yildan keyin? A qo'shilgan x birinchi bola, B qo'shilgan x ikkinchi bola, C qo'shilgan x uchinchi bola, D qo'shilgan x to'rtinchi bola. Yoshlar yig'indisiga teng bo'ladi dedi. Shuning uchun tenglashtirdim. 42 qo'shilgan x teng A ajrata olamiz. Qo'shilgan B qo'shilgan C qo'shilgan D qo'shilgan bitta x, ikkita x, uchta x, to'rtta x. 4x ga. O'zi bizlar mana bu yoshlar yig'indisini topib olgandik, bolalar. Eslaringdami mana? O'zi to'rtalasining yig'indisi 21 yosh. Menga 21 da qo'ysam bo'ladimi o'rniga? Ya'ni 42 qo'shilgan x teng, men o'rniga 21 da olib kelib qo'yapman. 21 qo'shilgan 4x ga. Mana 21 qaydan keldi deganlar. Endi 42 dan 21 da ayirsak, 4x dan x da ayirganimizga teng. 21 teng 3x ga. X ni topsak, 21 da 3 ga bo'lamiz. Necha yildan keyin ekan? X teng 7 yil. 7 yildan keyin bolalarning yoshlari yig'indisi otasining yosh yig'indisiga teng bo'lar ekan. Hangisi? 23 bo'ldi. 24. Nozim misollar aytyapmiz-ku o'zi. Nozim, Laylo, Mohir va Jalollar. Mana shunaqa misollar prezident maktabiga tushadigan misollarga o'xshaydi. Nima uchun? Chunki bular misol emas. Fikrlaydigan narsa bu.
Ya'ni Nozim, Laziz, Mohir, Jalol. Shuni yozib olasizlar. Misol tushdimi yozasan? Mayroqdan yozay. Mm, 24. Nozim, Laziz, Mohir, Jalol. 11 sinflar o'qi. Mohir yaqinda maktabni tamomlaydi. Demak, Mohir yaqinda maktabni tamomlasa, 11 sinf bo'ladimi, Mohir? 11 sinf. Endi qara, Jalol Lazizadan katta. Tengsizlik qilasizlar. Jalol Lazizadan katta mana. Jalol Lazizadan katta bo'ldimi? Jalol Lazizadan katta. Lekin Nozimdan kichik. Kichik Nozimdan. Ana. Jalol Lazizadan katta, Nozimdan kichik. Sistemasini qurib oldi. Eng kichigi kim bo'lyapti shunda bizda? Lazizami? Laziz eng kichigimiz nechanchi sinf? Birinchi sinf. Jalol undan katta ekan. Jalol 5-sinf ekan. Lazizaga bir qo'yib qo'yibman. Demak, Laziza 1-sinf ekan. Jalol 5-sinf. Eng kattasi Nozim ekan. Nozim bundan keyin Jaloldan katta 7-sinf. Bizda nima so'rayapti? 7-sinfda kim o'qiydi? Nozim. Demak, Nozim o'qir ekan. Keyingisi. Tayyormisizlar? Voy Husnida. Bugun mavzu o'tmaymiz-ku, hozir misollar ko'ramiz. O'tgan darsdagi misollardan ham ko'ramiz. Tayyormisizmi? Tez o'tmayapmanmi, sekin o'tyapmanmi? Tezmasmi bolalar? Normal deganlar plyus yuborsin. Mhm. Mhm. Okey, ketdik. Sanjar 2007-yilda tug'ilgan. U mashina haydashga juda qiziqadi. 2007-yilda tug'ilgan, u mashina haydashga juda qiziqadi. Mashina haydash uchun esa Sanjarga haydovchilik guvohnomasi kerak bo'ladi. Ketdik. Sanjar 2007-yilda tug'ilgan bola o'zi. Mashina haydashga juda qiziqadi. Mashina haydash uchun Sanjarga haydovchilik guvohnomasi kerak bo'ladi. U hisoblab ko'rsa, haydovchilik guvohnomasi 4 yildan keyin olish mumkin. 4 yildan keyin Sanjar 18 yoshga to'ladi. Ya'ni guvohnoma 18 yoshga to'lganlarga beriladi. Bunchi topishimiz uchun birinchi 2018dan ayiramiz 4ni. 4 yil oldin. U necha yosh bo'lgan? 14 yosh bo'lgan. 2007-yilda 14 yosh bo'libdi. U qachon tug'ilgan? 2007-yilda 14 yosh bo'lsa, 2007-yilda 14 yosh bo'lgan bo'lsa, hozir u nechi? Bolalar, fikrlaymiz. 2007ga qo'shamiz 14ni. Necha bo'ladi? Hozir nechinchi yil bo'lar ekan shunda? 2021-yil. Demak, hozir 2021-yil ekan. Barakalla. Keyingisi 26.
Sunnat farzandi tug'ilganda 24 yosh edi. Sunnat farzandi. Sunnat 24 yosh bo'lgan paytda farzandi 0 yosh bo'ladi. 0 yosh bo'lib tug'iladi-ku bola. Hozir uning yoshi farzandining yoshidan 4 marta katta. Bunga x qo'shamiz, bunga ham x qo'shamiz. Yillar o'tyapti. Farzandining yoshidan 4 marta katta. Demak, farzand hozir sunnat 24 plus x farzandi x ga. 4 yildan keyin deyapti. 4 marta katta bo'lsa, farzandini 4 ga ko'paytirsak, sunnatga tenglashar ekan. 4x teng 24 qo'shilgan x ga. 4x ayrilgan x teng 24 ga. 3x teng 24. X ni topsak 24 ni bo'lamiz 3 ga. X teng 8. 8 yilni qo'shsak bu 32 yosh bo'ladi. Qizi 8. Haqiqatdan ham 4 marta katta bo'lyaptimi? Ya'ni tekshirib ko'ring. 32 ni 8 ga bo'lsang 4. Haqiqatdan ham 32 bo'lgan 8 4. 27. Sizlarga kasr va umumiy maxraj berish degan narsani o'rgatib ketaman. Diqqat bilan quloq solinglar. Boshqa qolmadi, 26, 27. Kasr va umumiy maxraj. Hozir kelib qolish payt o'rgatib ketay. Ota, o'g'il. Mana o'g'il, ota. O'g'il otasidan so'radi. Necha yoshdasiz deb so'ra. Otasi x yosh. Yoshimning yarmi desa x ni 2 ga bo'lgani, ya'ni yoshimning yarmidan 8 ni ayirsak, 8 ayirdik. 32 yil oldingi yoshimni bilib olasan. Bu hozir ota x gami? 32 yil oldin x minus 32 bo'lganmi? Tushundik-a? Mana yoshimning yarmini ayirsang, yoshimning yarmidan 8 ni ayirdik. X ayirgan 32 ga teng bo'lar ekan. 32 yil oldingi yoshi kelib chiqar ekan. Buni ishlash uchun nima qilamiz? Umumiy maxraj degan narsa bor. Hammasiga mana bu aslida bor deganini ham tagida 1 bor, yozilmaydi bular aslida 1. Umumiy 2 degan maxraj berib chiqamiz. 2. Va maxrajlar tashlayveramiz. X ayrilgan 16 teng 2x minus 64 ga. Mana 2 birinchi x ga ko'payadi, 2 keyin 32 ga ko'payadi. Qaranglar. Buni topish uchun 64 ayrilgan 16 teng 2x ayrilgan x ga. 64 dan 16 ni ayirsak necha, guys? Tilla javob beraveringchi. 64 dan 16 ayiramiz. Kim javob beraveradi? 48. Sinida? 64 dan 16 ni ayirsak 48 teng 2x dan x ayirsak x. Demak, bobomiz necha yosh ekan? 48 yosh. Tekshiramiz. Bo'pti. 48 yosh ekan bobo. 48 ni 2 ga bo'lsak, 2 ga bo'lib 8 dan ayirsak necha yosh bo'ladi? 24. 24 dan 8 dan ayirsak 24 dan 8 16 mi? 16. Endi 48 dan 32 ni ayirsak ham haqiqatan 16 bir-biriga teng bo'ldimi? Otaning yoshi 48 yoshda ekan. Chaynab hisob qo'ydik, yetib olsalang bo'ldi.
Otabek bilan barcha akalar yoshlarining ko'paytmasi 150 ga teng. Ha, rosa yoshda bobo qilib qo'yibdi-da Mubina Bonu asalim. Otabek bilan barcha akalari yoshlarining ko'paytmasi 150 ga teng. I ko'p degan narsa bor. Agar akalarning biri boshqasidan 3 marta katta. Birinchisi x bo'lsa, keyingisi 3x bo'ladi. 3 marta katta. Otabek necha yoshda? 28. Bunaqa ishlaymiz. O'zi 150 yoshmi? 150 yosh. 150 da tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. 150 da ikkiga bo'lsak. 150 da ikkiga bo'lsak, chiqqan javobni chap tarafga yozamiz. 75. 75 ikkiga bo'lmay, 3ga bo'lamiz. 75 ni 3ga bo'lsak 25. 25 ni 5 ga bo'lamiz. 5. 5 1. Demak, 150 imiz teng bo'lyapti. 2 ko'paygan 3 ko'paygan 5 ko'paygan 5. O'zi Ikrom bor, Otabek bor va ikkita akasi bor. Otabek aka bir aka, ikkinchi aka. Ikkita akalari bir-biridan 3 yosh farq qilar ekan. Qaranglar. Otabekda 2 desak, keyingi akamiz 5 bo'ladimi? Keyingisi 15 bo'ladimi ikkalasi? Haqiqatan 3 marta farq qilyaptimi? 3 marta kichik bo'lyaptimi ikkinchi akamiz? 15 5 2. Uchalasini ko'paytirsak, 2 ko'paygan 15 ko'paygan 5 haqiqatan 150 mi? Otabek necha yoshda ekan? Otabek 2 yoshda ekan. Keyingisi. Mhm. 29. Tushunmadim. Tushunmadim. Qara, Diyora 28 ko'rdingmi mana bu tarafda? Ham xuddi shunaqa misol bor-da. O'rgatib boraman. Ha. Aziz bilan har birining yoshi birdan katta bo'lgan ikkita ukalarning yoshlar ko'paytmasi 126 ga alhamdulillah 126 ga teng. Agar ukalarning biri boshqasidan 2 marta katta deyapti. 2 marta katta Azizning yoshini aniqlang. Xuddi mana shunaqa misolga o'xshaydi. 126. 126 ni tub ko'paytuvchiga ajrata olamiz. 2. 126 ni 2 ga bo'lsak necha? 63. 63 2 ga bo'linmaydi. 3 ga bo'linadi. 63 ni 3 ga bo'lsak 21. 21 ni 3 ga bo'lsak 7. 7 1. Qara. O'zi bu yerda qara. Aziza va har birining yoshi birdan katta bo'lgan ikkita akasi bor. Aziza aka 1, aka 2. Bir-biridan necha martaga farq qilyapti? Ularning biri boshqasidan 2 marta katta. Qanday holatda 2 marta katta bo'ladi? Birinchisi bittasi 3, bittasi 6 bo'lsa bo'ladimi? Mana, ya'ni 126 teng bo'lyapti 2 ko'paygan 3 ko'paygan 3 ko'paygan 7 ga. Bittasi 3 bo'lsa, keyingisi 6 bo'laladimi mana? Mana bittasi, mana bittasi. Bu endi kim qolyapti? Aziza 7 yosh ekan. Haqiqatan ham birinchi aka ikkinchi ukasidan 2 marta katta bo'ldimi? Mana shunaqa. Keyingisi. Oxirgi misolimizga ham kelib qoldik. 29 30.
AB soni Nodirning yoshini ifodalovchi ikki xonali son. AB Nodirning yoshini ifodalaydi. AB soni esa Nodirning tug'ilgan yilini, to'rtta bo'lsa tug'ilgan yil. Agar hozir ikki 2000 agar hozir agar hozir 2010-yil bo'lsa, Nodir necha yildan keyin B yoshda bo'ladi? Ketdik. Buning uchun nima qilamiz? 29. Diqqat bilan qaranglar. Bu mana shunaqa misol fikrlaydigan misollar chiqadi. AB Nodirning yoshi. Yoshi AB. Nechi bo'lishi mumkin? Yili AB BA. Nechi qo'yib ko'rsak bo'ladi? Masalan, 1991 mi? B qo'ysak, 1991 qo'ysak, bunda A 1 ga teng, B emas 9 ga teng bo'ladimi? Endi qarang. 1991 ga qo'shamiz deyapti. Agar hozir 2010-yil bo'lsa, Nodir necha yildan keyin BA yoshda bo'ladi? BA yoshda bo'lishi uchun 1991 ga qo'shamiz 19 da. Mana 9 o'zgarib ketishi kerak. O'rni 19 ni qo'shsak, 1 ga 9 qo'shsak 0. Ha 2010 bo'lish kerak-da. 2010 bo'lish kerak mana shunda. Bu uchun 2010 dan 19 mana bunaqa ayirib beray. 2010 bo'lish hozir 2010-yil. 2010 dan ayiramiz 1991 da. 9 10 dan 1 ayirsak 9, 1 0 bo'lib qoladi. 10 dan 9 ayirib 1. 19 yil oldin ekan. Ya'ni B amiz 91 bo'ladimi? Amiz 1, B 9 edi. B bo'lsa 91 bo'lib qoladi. Hozir 91-yil bo'lsa, meni aytayapti. Agar u bo'lsa, Nodir necha yildan keyin B A yoshda bo'ladi? Hozir 19 yoshda Nodir. Necha yildan keyin 91 yosh bo'ladi? Savol sizlarga. Hozir Nodir 19 yosh. Necha yildan keyin u 91 yosh bo'ladi? Buni topish uchun o'zi 1991-yilda tug'ilgan. Tug'ilganmi? Tug'ilgan. 1991-yilda tug'ildi. Necha yildan keyin 91 yosh bo'ladi desak, 91 ni qo'shamizmi? 2 8 9 dildagi bilan 0 2082-yil ekan. 2082-yil u 91 yosh bo'ladi. Endi necha yildan keyin? O'zi hozir nechinchi yil? Hozir 2010-yil. Demak, 2082 dan ayiramiz 2010 ni. 72 yildan 72 yildan keyin u 91 yosh bo'lar ekan. Tushundingmi? 72 yildan keyin u 91 yosh bo'lar ekan. Ket. 2024-yilda Buxoro futbol klubi akademiyasida 5 ta do'st futbol o'ynar edi. 5 ta do'st futbol o'ynayapti. Rasmda ularning ismlari 2024-yildagi yoshlar berilgan. 2024-yilda bu 10, 12, 8, 11, 14 yosh bo'lgan. 2025-yilda ikkitasi Angliya va Manchester United va Ispaniyaning Real Madrid klubiga o'tdi. Ikkitasi Angliya
va Manchester United Premier klubiga o'tdi. 2025-yilda Buxorolik klubda qolgan 3 ta do'stning yoshlar yig'indisi 40 ga teng bo'lsa, qaysi bolalar boshqa klubga o'tgan? Birinchi yoza olamiz. Samandar, Samandar, Ali, mana Ali, Samandar, Ilbek, Asad, Aziz. Bular yoshlar hozir 10, 12, 8, 11, 14 yosh. Hammasini 2024-yil bular necha yosh bo'lgan? Yoshlar yig'indisi necha bo'lgan qo'shsak? 10 qo'shilgan 12 qo'shilgan 8 qo'shilgan 11 qo'shilgan 14. Necha yosh bolalar? 55. Barakalla. 55 yosh bo'lgan. 2024-yil 5 ta bolaning yoshlar yig'indisi 55 yosh bo'lgan. Endi 2025-yilchi har biriga 5 qo'shiladimi? Masalan, bu 10 edi, 11 yosh bo'ladi, 12 edi, 13 yosh bo'ladi, bu 11 yosh bo'ladi, bu 13 yosh bo'ladi, bu 9, bunisi 12, bunisi 15 yosh bo'ladi. Ya'ni 60 yosh bo'ladi. Endi 60 yosh bo'lyaptimi? 11, 13, 9, 12, 15. Ixtiyoriy 3 tasi 40 bo'lish kerak. Qaranglar. Kim kimga qo'shsa 40 bo'ladi. Buxoro klubida qolgan 3 ta do'stning yig'indisi 40 ga teng. Kimni qo'shsak 40 bo'ladi. 13 yana 12, 15. 13, 12, 15, 40 mi? Demak, Samandar, a, Asadbek, Aziz uchalasi nimaga qolar ekan? Javob Samandar, Asad va Aziz Buxoro kubogiga o'tgan. Qolgan. Buxoro klubiga qolgan. Kimlar o'tibdi? Qaysi bolalar boshqa klubga o'tibdi? Kim o'tgan? Kimlar o'tgan boshqa klubga? Mana Manchester United deysizlarmi? Ularga kim o'tgan? Ali bilan kim? Ilbek. Ali bilan Ilbek keyingi guruhga o'tibdi ekan. Uchtasi Buxoroda qolyapti, ikkitasi keyingi guruhga o'tyapti. Bugungi mavzumiz shundan iborat. Endi o'tgan darsda testini oxiridan boshlab ishlab boramiz. Tayyormisizlar? Mana shu misol tushadi. Diqqat bilan qaranglar. Qiyinidan ishlab boraman orqaga. Bitta pashsha kirib qolgan uyga. Pashsha deydimi, chivin deydimi, hech shuni chiqara olmadim-da. Ketdik. IDC Hay. Are you ready guys? Boshla oldik. Sovg'ani hali yuborganim yo'q, chunki u kun borgandim. Hammaga dam bergan, bitta pochtalar ham ishlamayapti ekan. 5 kun dam bergan-ku Hayitga bolalar, sovg'amiz Hayitga to'g'ri kelib qoldi-yu. Ketdik. ITC kompaniyasi 4 ta ish boshqaruvchi bor. 4 ta ish boshqaruvchi bor. Ulardan bu kompaniyada kelgan Abbos. Abbos kelganiga 35 yil bo'libdi. Azam Azam kelganiga 13 yil. Ozod 9
yil va jasur 4 yil bo'libdi. Kompaniyadagi ixtiyoriy o'zgarish ovoz berish yo'li bilan aniqlanadi. Ya'ni ovoz bersa boshliq bo'ladi. Ovoz berganimiz natijasida u boshliq bo'lar ekan. Bunda har bir ish boshqaruvchi kompaniyaga kelganiga yil bo'lgan bo'lsa, necha yil bo'lgan bo'lsa, uning ovozi shuncha balga ega bo'ladi. Demak, eng ko'p ovoz Abbosdami? Eng ko'p ovoz Abbosda. Hozir barcha o'zgarishlar Abbos ovoz bergan yo'nalish bo'yicha bajariladi. Ya'ni Abbosning yo'nalishi bo'yicha hozir hammasi bajarilgan. Eng kam necha yildan keyin Abbos ovoz bergan yo'nalish ovoz berish jarayonida g'olib bo'lmasligi mumkin. Demak, qolganini bali Abbosnikidan katta bo'lishi kerak. Qaranglar. Hech qachon, masalan, 30 bu 1 yildan keyin Abbos 36 ga kiradi. Bu 14, bu 10, bu 5 yil stajga ega bo'ladimi? Hech qachon bitta o'zi harakatlansa Abbosga yeta olmaydi hech kim. Shuning uchun mana bular guruh bo'ladi. Guruhlashadi. Ya'ni uchalamiz bitta bo'lamiz deydi. Uchalasi bitta bo'lsa, chatni o'chirib turay, yaxshilab e'tibor beringlar. Ketdik. Uchalasi bitta bo'lsa, 13 qo'shilgan 9 qo'shilgan 4 mi? 13 ga 9 ni qo'shsak 22. 22 ga 4 25. 25 emas, 26 ekan. 22 ga 4 26. Qaranglar. 1 yil o'tsa bular yig'indisiga 3 qo'shiladimi? Masalan, bu 14, bu 10, bu 5 bo'ladi. 29 bo'ladimi? Ya'ni 3 ta yil qo'shiladimi? Uchalasiga ham qo'shiladi. Endi hisoblaymiz. 1 yildan keyin bu 35, hozir bular yoshlar yig'indisi 26 mi? 1 yildan keyin bu 36 bo'ladi. Bu 29 bo'ladi. 3 yil qo'shiladi. 3 yosh. Bu 37 bo'ladi. Bu 32 bo'ladi. Bu 38 bo'lganda 32 ga 5 3 ta qo'shsak 35 yosh bo'ladi. Oshib ketish kerak tagidagi. 39 ta bo'lganda bunisi 38 ta bo'ladi. Bu 40 bo'lganda bular 41 bo'ladi. Haqiqatan oshib ketdimi? Endi Abbos ovoz bera olmaydi. Endi Abbos ovoz bera olmaydi. Ovoz bera olmaydi. Eng kam necha yil? 1 yil. Endi 40 dan necha? 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil. Ya'ni 40 dan 35 ta ayirsak necha yil ekan? 5 yil. 5 yildan so'ng Abbos ovoz bera olmaydi. 5 yildan keyin Abbos ovoz bera olmas ekan. Javob 5. Keyingisi. Hozir 2025-yil. Shunday 2025-yil shunday sonki deyapti. Qanday son ekan? Uning raqamlaridan biri bilan farq 5 ga teng. Raqamlardan biri bilan farq 5 ga teng. Haqiqatan 25 ayrilgan 25 mi? Farqi 5 mi? Ikki xonali sonlar tuzish mumkin. Nozim 2025-yildan oldin shunday xususiyatga ega bo'lgan yilda tug'ilgan. U hozir kamida necha yoshda bo'lishi mumkin? Hozir farqi 5 bo'lishi kerak. 2015 da olsak bo'ladimi? To'g'rimi? Kami. Masalan 2015 men bittalab yozib beray shuni tushunarli qilib. Qaranglar. Bu yilda bunaqa 2025 farqi 5. 25 dan 20 olsak 5. Keyingisi 2015 farqi 5. 1919 1920 mi? 1924. 24 dan 19 ayirsak 5.
bir ming to'qqiz yuz o'n shunaqa qilib davom ettirib ketaversak bo'ladimi? Eng kamida deyapti. Bizlar kami degani uchun kami degani uchun 2015 ta olamiz. 2025 dan 2015 ta ayirsak necha yil bo'lyapti? 10 10 yil. Demak, u hozir eng kam necha yosh ekan? 10 yosh ekan. U hozir 10 yosh. 27. Joy bor ekan. Ishlaymiz. Mana buni boya ishladik. 28. Endi 27dan o'chiramiz. 27. Murakkab bilan ko'ramiz. O'g'il otasidan necha yoshdasiz deb so'radi. O'g'il otasidan so'radi. Otasi hozir X yoshda, bilmaymiz. O'g'il ota necha yoshdasiz deb so'radi. Otasi yoshimning yarmiga 10 ni qo'shsang, yoshini yarmi degan X taqsim 2 ga 10 ni qo'shsang deyapti. 10 ni qo'shsang 15 yil oldingi yoshini bilib olasan. 15 yil oldin u X minus 15 ga bo'lgan. Tushunyapsizlar? Endi umumiy makhraj beramiz. Hammasiga 2. Makhraj va kasrga 2 turibdimi? Bularga ham 2 beramiz. 2. Va makhrajlar tashlayveramiz. X qo'shilgan 2 ko'paygan 10. 20. 2 ni x ga ko'paytirib 2x minus 30. 20 mana bu ayrilgan 30 bu tarafga kelguncha qo'shuv bo'lib keladi. Teng 2x ayrilgan x ga. Hozir 50 teng x ga. X teng 50 deb olsak ham bo'lar ekan. Bobo hozir necha yoshda ekan? 50 yoshda ekan. 50. Tekshirib ko'ramiz. Xo'p, bobong yoshi 50 mi? 50 ni 2 ga bo'lib 10 ni qo'shsak 25 35. Aha. 50 dan 15 ta ayirsak ham 35. Ikkalasi ham nima qilyapti? Qanotlantiryapti. Keyingisi. Nodir kichik farzand. Bu. Aziz bilan har birining yoshi 2 marta. Azizning yoshini aniqlang. Boya buni ishladik. Azizning yoshi 7 yosh chiqdi. Azizani. Nodir kichik farzandi tug'ilganda 30 yosh edi. 26. Nodir farzandi. Farzandi tug'ilganda 30 yosh edi. Hozir Nodirning yoshi kichik farzandi yoshidan 3 marta katta. Ya'ni bu x ga qo'shilsak, bolasi ham x ga kirgan bo'ladimi? X ga kirsa, bunga ham x yil qo'shilami? 3 marta katta bo'lyapti. Demak, farzandini yoshini 3 ga ko'paytirsak, Nodirning yoshi kelib chiqadi. 3 ko'paygan x teng 30 qo'shilgan x ga. 3x ayrilgan x teng 30 ga. 2x teng 30 ga. X teng 15 ga. Demak, Nodir hozir necha yoshda? 30 qo'shilgan 15 45 yoshda. Farzandi esa 15 yoshda. Bizlarga Nodirni so'ragan uchun 45 yosh deb belgilaymiz. Keyingisi. 25. Sanjar 2010-yilda tug'ilgan. Xuddi boyagi misollarimizga o'xshaydi. 2010-yilda tug'ilgan. U mashina haydashga juda qiziqar. Mashina haydash uchun Sanjarda haydovchilik guvohnomasi kerak bo'ladi. U hisob ko'rsa haydovchilik guvohnomasini 5 yildan keyin olishi mumkin ekan. O'zi 18 yoshga to'lganda haydovchilik guvohnomasi bersa, 5 yildan keyin olinish kerak bo'lsa, u hozir necha yoshda? Necha yoshdan topish uchun 18 dan ayiramiz 5 ta. 13 yosh. U hozir 13 yoshda.
2010-yilda tug'ilgan bo'lsa, hisob qiling hozir nechanchi yil? U 2010-yilda tug'ilgan. 13 yoshda bo'lsa, 13 da qo'shsak necha? 2023-yil bo'ladimi? Demak, hozir 2023-yil ekan. Mana bu ham xuddi boyaginaqa fikrlaydigan masalamiz. Nozima, Laylo, Mohina, Jamila. Nozima, Laylo, Mohina, Jamila. Nozim qizlarning eng kichigi. Nozima qizlarning eng kichigi deb aniq aytib qo'yibdi. Chalg'imaymiz. Eng kichigi Nozima ekan. Bu yerda eng kichigi 3-sinfmi? Demak, Nozima 3-sinf. Mohina esa Laylodan katta. Mana. Mohina Laylodan katta. Laylodan Mohina katta bo'lyapti, lekin Jamiladan kichik Mohina. Mohina Laylodan katta bo'ldi, Jamiladan kichik bo'ldi. 4-sinfda qaysi qiz o'qiydi? Endi eng bu kichik 3 chiqib ketdi, 3 da olmaymiz. Eng kichigi Laylo qolyaptimi? Laylo 4-sinf ekan. Mohina 5-sinf. Jamila 6-sinf ekan. Bizga aytdi, 4-sinfda qaysi qiz o'qir ekan? Laylo. Javob Laylo. Keyingisi 23. Qatorga ko'raylik. 45 yoshdagi onaning yoshi 4 ta bolalar yoshlariga yig'insa 3 marta ortiq ekan. Demak, bolalar yoshini 3 ga ko'paytirsak, onaning yoshi kelib chiqadi. 3 ko'paygan 4 ta bola deyapti. A qo'shilgan B qo'shilgan C qo'shilgan D teng 45 ga. Shunda biza mana bu ko'paytiruv tenglikda o'ng tarafiga bo'lish bo'lib o'tadi. 4 ta bolaning yoshlari yig'indisini topsak bo'ladi. A qo'shilgan B qo'shilgan C qo'shilgan D emas, 45 bo'lingan 3 ga teng. A qo'shilgan B qo'shilgan C qo'shilgan D 15 ga teng. Necha yildan so'ng onaning yoshi barcha bolalar yoshlari yig'indisiga teng bo'ladi. Nechadir yildan keyin ona hozir 45 yoshgami? Ona 45. Nechadir yildan keyin x yosh qo'shiladimi? Bitta bolasi a qo'shilgan x bo'ladimi? Ikkinchisi b qo'shilgan x, keyingisi c qo'shilgan x, keyingisi d qo'shilgan x. Hammasi yil qo'shiladi-ku, yoshlar yig'indisi teng bo'ladi deyapti. Ya'ni 45 qo'shilgan x ing mana bu to'rttalasini qo'shib olsak, a qo'shilgan b qo'shilgan c qo'shilgan d qo'shilgan nechta x? 4 ta x. Hozirgina topdik. Bizlarga mana shu 4 ta bolaning yoshlari yig'indisi 15 ga teng ekan. 15 ni mana shu o'rniga qo'yamiz. 45 qo'shilgan x teng 15 qo'shilgan 4x ga. 45 ayrilgan 15 teng 4x ayrilgan x ga. 30 teng 3x ga. X teng 10 ga. Demak, necha yildan keyin ekan yoshlar yig'indisi teng bo'ladi? 10 yildan keyin. 10 yildan keyin ona 50 yosh bo'ladi. Bolalar tak 15 qo'shilgan x 10 bo'lsa 40. E, 10 ni qo'shsak 55. 55. Keyingisi 15 yildan so'ng ekan. 10 yildan 10 yil.
Keyingisi ket. 22. Ota 45 yoshda, katta o'g'il 16 yoshda, qizi 12 yoshda, kenja o'g'il 9 yoshda. Necha yildan keyin otaning yoshi barcha bolalar yoshlari yig'indisiga teng bo'ladi. Otaning yoshini 45 qo'shilgan x nechidir yil? Bolalar yoshlarini ham har biriga x qo'shiladimi? O'g'il 16 qo'shilgan x plus qizi 12 qo'shilgan x, kenja o'g'il 9 qo'shilgan x bo'ladimi? 45 ga x qo'shsak, 45 qo'shilgan x'imiz teng 16 ga 12 ni qo'shsak. Bolalar qo'shib olib 16, 12, 9, 37 mi? 37 qo'shilgan 3x ga. X ni bu yerdan topsak, 2x teng 8, x teng 4. 4 bo'ladimi? Necha yildan keyin ekan? 4 yildan keyin. Mana shu qator qoldi. 3 ta misolimiz. Keyingisi. Anvarning bir nechta do'stlari bor. Ularning yoshlari yig'indisi 48 ga teng. Bizlar nechta do'sti borligini bilmaymiz. Lekin yoshlar yig'indisini bilamiz. 48 ga teng. Agar 3 yildan keyin bizlarga do'sti x da 21. X da do'sti bor. Ana shu x da do'stining yoshlari yig'indisi 48 ga teng ekan. Agar 3 yildan keyin bo'lsa, har biriga 3 qo'shiladimi? 3x bo'ladimi? 3 yildan keyin bu yig'indi 63 ga teng bo'ladi. 3 yildan keyin bu 63 ga teng bo'lyapti ekan. X topamiz. 3x teng 63 ayrilgan 48. 3x teng 63 dan 48 ayirsak, guys, 15. Voy, qayerga yozib ketdim? 15. 3x teng 15 ga ekan. X ni topsak 15 ni 3 ga bo'lamiz. X'imiz 5. Demak, nechta do'sti bor ekan? 5 ta do'sti bor. 5 ta do'sti bor ekan. Barakalla. Keyingisi. Sarvar boboning 3 ta nabiralari yoshlarining 32 ga teng. 5 yildan keyin bu yig'indi nechaga teng bo'ladi? Oson. 3 ta nabira bormi? 5 yilga 3 ta nabira yana qo'shimcha o'sadimi? Sizlar mana shuni chaqaloqcha ishlab beray 20 ni. Qaranglar. A bitta nabira, B ikkinchi nabira, S uchinchi nabira. 3 ta do'sti deyapti. A qo'shilgan B qo'shilgan S 3 ta nabiraning yoshlari yig'indisi 32 ga teng. Mana. Bu 32. 5 yildan keyin 5 yildan keyin bu A plus 5 bo'ladimi? Yo'q, B'si kutib o'tirmaydi-ku. Keyingisi B plus 5, keyingisi S plus 5 bo'ladi. Ya'ni uchalasiga 15 qo'shilgan bo'lyapti. A plus B plus S plus 15. A plus B plus S ni o'rniga necha qo'ysak bo'ladi? Hozirgina ishladik mana. 32 ga tengmi bu? 32 qo'shilgan 15. 47. Demak, nechiga teng bu? 5 yildan keyin 47 ga teng bo'lar ekan. Keyingisi. Aka va uka yoshlarining yig'indisi 23 ga teng. 4 yildan keyin bu yig'indi nechaga teng bo'ladi? Aka, uka. Necha? 23 ga 19. Aka, uka. Aka x, uka y qarang. Hozir aka bilan ukaning yoshlari yig'indisi 23 ga teng ekan. 4 yildan keyin deyapti. 4 yildan keyin aka x plus 4 bo'ladi. Uka y plus 4 bo'ladi. Bular yig'indi qancha bo'ladi deb qo'shamiz.
x qo'shilgan 4 qo'shilgan y qo'shilgan 4. Bu x qo'shilgan y qo'shilgan 8 ga tengmi? Bizlarga x bilan y'imiz nechiga teng? Olib kelib o'rniga qo'ysam bo'ladimi, bolalar? X bilan y ni o'rniga. X, Y ni o'rniga 23 qo'shilgan 8. 31. Nima ekan? 4 yildan keyin 31 yosh bo'lar ekan. 18. Ota 53. Qizi esa 29 yoshda. Ota 53, qizi 29 yoshda. Necha yil oldin otaning yoshi qizining yoshidan 2 marta katta bo'l. Necha yil oldin deyaptimi? Ayiramiz. Nechidir yil oldin bo'lyapti. Nechidir yil oldin ota 53 minus x bo'lgan, qizi 29 ayrilgan x bo'lyapti. 2 marta katta bo'lgan deyapti ota. Demak, qizini 2 ga ko'paytirsak, otaning yoshiga tenglashamiz. 2 ko'paygan 29 ayrilgan ximiz teng 53 ayrilgan x ga. 58 ayrilgan 2x teng 53 ayrilgan x ga. 58 dan 53 dan ayirsak, javob 2x ayrilgan x. 53 dan 8 ayirsak, bolalar 5 teng x ga. Demak, necha yildan keyin ekan? 5 yil oldin kiyinmish. 5 yil avval. 5 yil avval bu 48 yosh bo'lgan. Bu 24 yosh. Haqiqatan 2 marta katta bo'lyaptimi? 48 ni 24 ga bo'lsak, 2. Ana 17. 17lar. 17. Ona 38, qizi 16 yoshda. Ona 38, qiz 16. Necha yildan keyin? Keyin desa qo'shamiz. 38 qo'shilgan x bo'ladi, ona qizi ham 16 qo'shilgan x. Yoshi onasining yoshidan 2 marta kichik bo'ladi. Demak, qizini 2 ga ko'paytirsak, onasining yoshiga tenglashi kerak. 32 qo'shilgan 2x teng 38 qo'shilgan x ga. 2x ayrilgan x teng 38 ayrilgan 32 ga. X teng necha bo'ladi bolalar? 3. 6 ku. 6. 6 yildan keyin bu 44 yosh bo'ladi. 6 yildan keyin bu 22 yosh bo'ladi. Haqiqatan 2 marta katta bo'lyaptimi? 44 ni mana bo'lib ko'ringlar xohlasang. 44 bo'lgan 22 teng 2. Oxirgi misolimizga ham yetib keldik. 16. 5 ta 5 yil qo'ysak. Qarang, Davlatbek 5 yil qo'ysak, 38 ga 5 ni qo'shsak. Necha bo'ladi? 38 ga 5 ni qo'shsak 43. Bunga 5 ni qo'shsak 21. 43 21 dan 2 marta katta emas-ku, Davlatbek. Aha, xo'p, adashganmisiz. Endi 16. Ketdi. Ota 48 yoshda. Ota 48. O'g'il 22 yoshda. Necha yildan keyin otaning yoshi o'g'lining yoshidan 2 marta katta bo'ladi. X ni qo'shamizmi, ayiramizmi mana shu misolga? 16 ga. Bolalar, x qo'shiladimi, ayiriladimi? Necha yildan keyin? Qo'shamiz, barakalla, qo'shamiz. Chunki necha yildan keyin deyapti, keyin. 48 qo'shilgan x teng bo'ladi 2. O'g'ilni qo'shamiz 22 qo'shilgan x ga. Ya'ni nechadir yildan keyin ota 48 qo'shilgan x ga kiradi, o'g'il 22 qo'shilgan x ga kiradi. 48
qo'shilgan x teng 2 22 ga ko'paytirsak 44 qo'shilgan 2x ga. 48dan 44 ayirsak 2xdan x ayirganimizga teng. Bolalar 48dan 44 ayirsak 4 teng xga. Necha yildan keyin ekan? 4 yildan keyin. 4 yildan keyin ota nechaga kiradi? 48ga 4 ni qo'shsak. 48ga 4 ni qo'shsak 50. 2ga o'g'il 26ga. Haqiqatan ham 52 ni 26ga bo'lsak 2 mi? Mana. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Bitta ham misol qolmadi. Uy vazifa voy. Uy vazifa sizlarga test ishlab kelish. 10-mavzuni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'linglar. Tugadi o'zi. Keyin